Andijon shahridagi Universal sport majmuasida karate va parakarate bo'yicha O'zbekiston Open xalqaro turnirining g'olib va sovrindorlari nomi ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligi, Milliy olimpiya qo'mitasi, Milliy paralimpiya qo'mitasi, Andijon viloyati hokimligi hamda Jahon karate federatsiyasi tasnifidagi O'zbekiston karate assotsiatsiyasi hamkorligida yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida o'tkazilgan xalqaro turnirda O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston respublikalaridan 350 nafarga yaqin sportchi ishtirok etdi. Musobaqalarda 14, 15, 16, 17 va 18 dan katta yoshdagi ishtirokchilar turli yosh toifalarda g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Karate sport turi bilan 2009-yildan beri muntazam ravishda shug'ullanib kelaman. Sport orqasidan juda ko'p natijalarga erishdim. Osiyo, jahon, xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lib kelmoqdaman. O'zbekiston Open musobaqasida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Finalgacha bo'lgan bahslarim Qozog'iston, Qirg'iziston raqiblarim bilan bahslashdim. Finalga yo'llanma oldim. Finalda xorazmlik Egamberdiyeva va Sevinch bilan bahslashdim. 5-2 hisobida g'olib bo'ldim. Xalqaro talablar asosida yuqori saviyada tashkil etilgan musobaqada o'z vazn toifalarida qizlar o'rtasida Qozog'istondan Polina Egorova, Jarqunoy Manas qizi, O'zbekistondan Farziyo Abdusamad va Qirg'izistondan Vera Natalchenko, o'g'il bolalar o'rtasida Qirg'izistondan Artur Nazarbekov, Alisher Shamiradov, Ilya Kobelov, O'zbekistondan Dastanbek Hamrayev, Mehriddin To'raxonov, Abdulvahob Rashidov, Adhamjon Adashov, Abdulaziz Rasulov, Abdulbosit Yusufjonov, Suhrobbek Sa'dullayev singari yakka kurash ustalari g'olib bo'lishdi. 4 kun davom etgan musobaqalar g'olib va sovrindorlarni aniqlash bilan birga xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik aloqalarini ham mustahkamladi.